assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan so'nggi kunlarda qonunchilikka kiritilgan o'zgartirish va yangiliklar bilan tanishamiz. Huquqiy bilimlaringizni oshirishni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting. 207-sonli Prezident farmoniga muvofiq, endilikda narkojinoyatlar uchun javobgarlik 2 baravarga og'irlashtiriladi. Xususan, giyohvandlik vositalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab, ko'p miqdorda tayyorlash, qayta ishlash, olish, saqlash, tashish va jo'natish, shuningdek ularni noqonuniy ravishda ko'p miqdorda har qanday usulda o'tkazish, jumladan alohida toifadagi kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasini ko'p miqdorda va takroran sodir etish, giyohvandlik vositalarini har qanday shaklda iste'mol qilishga jalb etish, odam o'limiga yoki boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lganda javobgarlik 2 baravargacha og'irlashtiriladi. Bundan tashqari, voyaga yetmaganlar va yoshlarni ushbu turdagi narkojinoyatlarga jalb qilish ham og'ir javobgarlik keltirib chiqaradi. 336-sonli Prezident qaroriga muvofiq, endilikda shifokorlar uchun bir qator imtiyozlar joriy etiladi. 2026-yilning 1-yanvaridan boshlab davlat tibbiyot muassasalarida tuman shahar darajasida yangi davolanish usullarini joriy qilgan va ularning ijobiy samarasiga erishgan tuman shahar tibbiyot muassasalari shifokorlariga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida bir marotaba mukofot puli beriladi. Kamida 15 yillik stajga ega bo'lgan tibbiyot yoki farmatsevtika xodimlarining farzandlariga oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatida o'qishi uchun 30% gacha kontrakt miqdori to'lab beriladi. Ammo bu pul miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan oshmasligi lozim. Davlat tibbiyot muassasalaridagi tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga quyidagi imtiyozlar beriladi. Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 3 yil ish stajiga ega bo'lgan xodimlarga davlat budjeti hisobidan 1 yilda bir marotaba bepul yuqori texnologik ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish. Bundan tashqari, davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yil ish stajiga ega bo'lgan xodimlarga 1 yilda bir marotaba respublika hududidagi sanatoriyalarga bepul yo'llanma berish, shuningdek, barcha turdagi davlat xizmatlari uchun to'lovlar miqdorini 2 barobarga kamaytirish. 715-sonli hukumat qarori bilan ijtimoiy himoya fidoyisi nomli ko'krak nishoni tatbiq etilishi nazarda tutilgan. Ushbu ko'krak nishonini taqdirlash bo'yicha takliflar har yili 20-aprel sanasiga qadar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligiga taqdim etilishi lozim. Komissiya xulosasi asosida har yilning 20-may sanasiga qadar agentlik direktorining ko'krak nishoni bilan taqdirlash to'g'risidagi buyrug'i chiqariladi. Ko'krak nishoni bilan taqdirlangan shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravari miqdorida pul mukofoti beriladi. Hozirda bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravari 1,648,000 so'mni tashkil etadi. Adliya vazirligining buyrug'i asosida endilikda bank kartalari uchun yangi tartiblar belgilandi. Foydalanuvchi subyektlariga ko'ra bank kartalarining turlari kengaytirildi. Xususan, biznes bank kartasi yakka tartibda tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxsga o'z hisob varag'idagi mablag'larni boshqarish imkonini beradi. Bundan tashqari, ijtimoiy bank kartasi ijtimoiy va boshqa to'lovlardan tushgan mablag'larni boshqarish uchun mo'ljallangan. Endilikda 14-18 yoshdagi voyaga yetmagan shaxslar uchun ham o'zlari mustaqil foydalanishlari uchun 14 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlarning ota-onasi yoki qonuniy vakilning yozma roziligi asosida tijorat banklaridan bank kartasi ochishlari mumkin bo'ladi. Qonunchilikdagi so'nggi asosiy yangiliklar shulardan iborat edi. Huquqiy savodxonligingizni oshirish uchun Verum advokatlik firmasi ijtimoiy tarmoqlarini kuzatishda davom eting.